jang Xotanbek Boynazarov va Magomed Habib Ramazanov o'rtasida bo'ladi. Ko'ramiz. Bugun aynan hozir mana shu jangdan so'ng qaysidir jangchi o'zining rekordidagi 0ni berib qo'yish kerak bo'ladi. Faoliyatidagi ilk mag'lubiyatini yaxshi kutib oldi. Ajoyib zarba do'stlar. Tutib oldi Abdurahimov. Aytdim-ku, stoykada zarbalar bilan davom ettirish kerak. Raqib yopishishga harakat qiladi. Mana shu vaziyatda zarbalar bilan davom ettirish kerak va qonun qoidani buzmaslik kerak. Hozir orqa miyaga zarba berib yubordi. Yo'q, o'ziga kela oldi. Sayf qo'ydi. Stoykada kim bu yerda xo'jayin ekanligi. Ha, Qirg'izistonda ham professional MMA juda yaxshi rivojlangan, bilasiz. O'sha UFCda o'z chempioniga ham ega Valentina Shevchenko, Miqtabek O'ralboy ajoyib harakat qilyapti. Uran Satibaldiyev ham asta-sekin ushbu ligada o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Edil Yesengulovni aytishimiz mumkin, Jakslikni aytishimiz mumkin. Xullas, juda ham yaxshi rivojlangan. Menimcha O'rta Osiyodan hali umuman jangchi yo'q vaqtida ham Qirg'izistonda chempion bordi UFCda. Erkaklardan O'rta Osiyoda Mahmud Murodov birinchi bo'lgan, lekin ayollarda chempion allaqachon u vaqt Valentina Shevchenko edi. Markaziy Osiyoda Mahmud Murodov Markaziy Osiyoda ilk UFC jangchisi. Ilk UFC erkak jangchisi. Bunga aniqlik kiritib olish kerak. Menimcha Shavkat Rahmonov keyin qo'shilgan. Bu aniqlik kiritish shart emas, bu aniq narsa. Morozovchi. Mahmud Murodov birinchi debyut qilgan. O'zi ham ko'p bora intervyularda aytib o'tgan bu holatni. Davom etamiz do'stlar. Mana endi jang parterga ko'chyapti do'stlar. Isayev jangni parterga ko'chira oldi. Mount holatiga ham o'tib ketdi. Endi juda qiyin vaziyatga tushib qoldi Abdurahimov. O'ng qo'l zarbasi Isayevdan. Zarbalar ketma-ketligi. Hozir backmount holatiga o'tib olishga yaqin va bu holat biroz qiyinroq bo'ladi endi. Chunki zarbalarni ko'rmasligi mumkin bu vaziyatda. Mana bu zarbalarni o'tkazib yuboryapti. Astoydil harakat qilyapti Shukurjon. Aylanaverib kuch ham ko'p ketadi-da, eng yomoni mana shu holatda. Sayfga hozir rostda kamiga omad kulib boqdi. Tirsak zarbasi. O'zi moytaychilar tirsakni yaxshi beradi baribir. Halil Mamiyev ham diqqat bilan kuzatyapti bu holatni. O'ng qo'l zarbalari yaxshi o'tyapti hozir. Juda qiyin vaziyatda Abdurahimov. 1 daqiqadan kamroq vaqt bor. Biroz dosh berish kerak. Mount holati o'zi yo'qqa chiqdi menimcha. Gard holatida davom etadi jang. Mana shu tarzda zarba yo'llashga imkon bermaslik kerak Abdurahimov. 20 soniya vaqt bor ushbu raund yakuniga. Bosh qismiga zarbalar yo'llayapti. Va shu tariqa ikkinchi raund ham o'z poyoniga yetdi do'stlar. Ikkinchi raundda Abdurahimovga biroz qiyin bo'ldi. Uchinchi raundda barcha masalani hal qilish kerak. Mana qay tarzda jangni parterga ko'chira oldi Isayev.
Second foul. So'nggi raundga jangchilar taklif qildi. Ikkinchi raund. Mana shu raundni o'zimizniki qilishimiz kerak. Chunki ikkinchi raund silliq o'tmadi biz uchun. Overhand. Yaxshi zarbalar. Ajoyib zarbalar. Zarbalar Abdurahimov ketma-ketlik yaxshi o'ylab topildi hozir. Faqat Nega? davom etish kerak, davom etish kerak. oyoqni tortib keta oladim, biroz qiyin-da bu vaziyatda. Biroz qiyin, biroz endi qiyinlashib ketdi rostdan ham. Raqib biroz yaqin kelib qoldi. Endi mana shu vaziyatdan iloji boricha raqibni ustiga chiqarmasdan chiqib ketish kerak. Lekin harakat qilyapti hali ham, mana shu oyoqni qo'yib borgani yo'q. Zarbalar yo'llayapti raqib. Yana aytaman. Oyog'ida og'riq Stoykada bor. stoykada jang yaxshi Faqat kechayotgan. qo'yib yuborilyapti. Mana endi pozitsiyani berib qo'yadi degan bir pallada oyoqqa tura oldi-ku, lekin xavf bartaraf etilgani yo'q to'la-to'kis. Takedownga harakat qilyapti Isayev, lekin o'zi Ajoyib. olib ketyapti. Abdurahimov bermadi va o'ziga qulay pozitsiyaga o'ta oldi. Mana shu ruhda, mana shu tarzda davom etish kerak. Raqib turishga harakat qilyapti baribir. Mana bu yerda nazorat bor endi. Endi qiyin bo'ladi turish raqibga ham baribir. Chunki og'ir vaznli baribir 90 kg bu kam vazn emas. Yaxshi, davom etish kerak. Hammer fistlar kerak. Mana bunday tizza zarbalari kerak. Davom etaverish kerak. Ajoyib. Abdurahimov. Qoyil. Backmount holatini yuzaga keltirish ham mumkin. Yo'q, hozircha Qo'lini tortib ketishga harakat qilmoqchi. Armbar amalga oshadimi? Kimura menimcha armbar emas, Kimurani amalga oshiryapti. Kimura. Qoyil. Deyarli o'xshayapti. Dosh beryapti hozircha Isayev. Lekin oxirga yetkazishga umid qilamiz. Abdurahimov Sinib ketishi hech gap emas qo'lni. Shu sababdan Isayev o'zini sog'lig'ini o'ylaydi degan umiddamiz agar chora shunday kelib qolsa. Bermadi. Qoyil dosh berdi, lekin baribir qo'li ishdan chiqdi. Baribir og'riq bilinadi. Muhimi raund bizni foydamizga hal bo'lyapti borgan sari. Albatta, mana ketma-ket tirsak zarbalarini yo'llayverish kerak. Bel qismiga zarba berib yubordi. Mana endi Armbarga o'tadimi yoki Kimuragami? Kimura hali hamon. Armbar menimcha xommish bu yerda. Ketdi, tortdi, yana bir karra. Kimurani amalga oshiryapti. Hali vaqt bor, uddalasa bo'ladi. Lekin bermayapti Isayev. Mana endi juda ham qiyin vaziyatga tushib qoldi Isayev. Qo'llari tayyor taslim bo'lishga. Qarang. Juda ham qiyin vaziyat. Dosh beryapti Qoyil Isayev. Menimcha vaqt oz qolganini murabbiylar ham aytishyapti. Shu sababdan ham chidayapti u. 1 daqiqa vaqt bor, 1 daqiqadan ozroq 50 soniya. Lekin sinib ketsa hech kim chidamaydi ana. Isayevning bardoshiga Qoyil. Shunchaki tasanno. O'zi charchadi. Abdurahimov Kimurani amalga oshirib oxiriga yetkaza olmadi. Dosh berdi, lekin yaqqol total ustunlik 3-raund do'stlar. 20 soniya. Abdurahimovga ham Qoyil. Zarbalar uchun qulay pozitsiyaga chiqib oldi Abdurahimov. Jang Abdurahimovdan yana bir ajoyib chiqish. Mana uning harakatlari. Aktivlik ko'ryapti arenadan.
Va shu tariqa jang o'z poyoniga yetdi do'stlar. Ha, 3-raund jang taqdirini hal qildi. 3-raundda Abdurahimov qayta oldi. 3-raundda biz kutgan jangni namoyish etdi do'stlar. Albatta, shubhasiz, oldin